Gapirmasam yorilib ketaman. Kecha bir dahshatli voqea yuz berdi. Bir Hindistonda taniqli klinikasini professori men bilan uchrashuvga keldi. U aytayaptiki, doktor G'ulom deyapti, kel birga ishlaymiz deyapman. Men aytayapmanki, qanday qilib birga ishlaymiz desam, u aytayaptiki, men reklama qilaman, Hindistonda taniqli klinikasidan palonchi pistonchi keldi deyman, reklama qilamiz, bannerlar uyushtiramiz, bepul kir uyushtiramiz deyapti. Kelgan kasallarni CAP saqlasan deyapti. Tushgan pulni teng bo'lamiz deyapti. Men aytayapmanki, qanaqasi, qanday jur'at qilding menga bu gapni gapirgan desam, qolganlarni ishlayapman, bular shunaqa qilib, shu tarzda deyapti. Agar bunga uni bergan bo'lsang deyapti, keyin kasal kelasan, kasal keladi deyapti. Sen bu kasal bu murakkab operatsiya, buni bizda qila olmaydi, O'zbekistonda hech kim qila olmaydi buni deysan, qanday bizga jo'natasan deyapti. Tushgan pulni 10% dan 20% gacha senga to'layman deyapti. Masalan, $20,000 operatsiyani senga 2,000 dan $4,500, $5,000 gacha pul tushiraman deyapti. Hech qanaqa qon tegmasdan, hech qanaqa operatsiyasiz, faqat qo'limdan kelmaydi, butun O'zbekiston bo'yicha hech kim qo'ldan kelmaydi degan gapim uchun menga 4,000, 5,000 taklif qilyapti. Albatta Hindistonning klinikalari bizning klinikalarimizdan kuchli, lekin hammasi ham emas. Aldanib qolmang.